Assalomu alaykum aziz mobil kuzatuvchilari. Biz yangi modellarni ishlab chiqardik. Bunimiz medalyon fasonimizda to'yxona uchun yangicha qilib mana bu tikilishlariga ham e'tibor qilasizlar. Tugmalarni shu o'zidan qilib nima qilganmiz. Mana bu ishlatilgan materialga keladigan bo'lsak, mana bu doirasini 3 ga 1,5 avvalni profildan ishlatganmiz. Juda ham yoqimli, qo'lga ham, ko'rganda ham ko'zga ham juda ham yoqimli bo'ladi. Mana buyimiz paxta gulli fasonimiz to'yxonalar uchun juda ham zo'r. Mana o'tirib ko'rsataman. Sifatlari juda ham zo'r. O'rnashib o'tiriladi. Juda ham tagliklari katta qilib yasalgan. Juda ham premium ko'rsatadi. Xitoyning sifati O'zbekistonda endi. Mana bu ham 3 ga 1,5 avvalni profildan bo'lgan. Xohlagan ranglaringdan, xohlagan modellaringdan tayyorlab beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Eng zo'r maslahat beramiz. Yana bitta maslahatimiz, telefon qilib, kelib, o'zlaring tepasida ko'rishlaringni maslahat beramiz. Sifatlarini, hamma narsasini bitta ko'rasizlar shunda. Mana buyimiz medalyon. Yangirtirdik buni ham. Qanday deydigan bo'lsam, uzunchoqroq variant qilib, kiyim betga olib kelib ko'rsatishingiz mumkin operator. Profillarni sindirmasdan bukkanmiz hammasini. Keyin yana bitta yangilik, mana buni kiyishtirganda mana bunday temirlarga o'tiradi. Buni ustiga o'tirib qolmaydi. Shunda sifati yana ham zo'r bo'ladi. Mana bu ezilib qolmaydi. Mana bu ham Chester fason rombi qilib tikilgan. Mana bu kraskalari ham turetskiy kraska, eng sifatlisidan. Xohlagan ranglaringdan qilib beraveramiz. Bu 10 kishilik variantda bo'lgan. Mana bular koja ham juda ham sifatli, juda ham qalin qilib tayyorlangan. Endi bunimiz Corona. Bu ham yangicha nimalarda gullarini yangiladik. Mana bu materialni ko'rishingiz mumkin. Juda ham neobычный atlasni qilib tayyorlaganmiz. Bularimiz 10 kishilik variantda, 6 kishilik, 8 kishilik ham, 12 kishilik ham qilib tayyorlab beraveramiz. Sifatlari zo'r. Kelib tepasida ko'rib, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bunimiz shu yangi model qildik, chiqardik. Hilton deb nomladik. Arqalari ham 2,5 ga 2,5 profildan bo'lgan. Mana bu itlar ham sindirmasdan bukilgan profillar ham. Sifatlari zo'r. Mana o'tirganda juda ham udobniy o'tirishga. Keyin mana bu joyiga e'tibor qilasizlar. Spinkalari ham juda uzun qilib tayyorlangan. Hech qancha 5 sm ochiq joyi bor. Endi bunimiz paxta gulli. Bunimiz ham o'sha yangicha nimada qilib tayyorladik. Taglari mana operator qilib ko'rsating. Taglari mana bolt gayka yechilib ketmaydi. Shaybalari o'zi bilan fanera, rossiyskiy, toza rossiyskiy faneradan bo'lgan. Bunimiz ham mana kiyishtirganda tagliklarini ustiga ezmaydi. Mana bu joylarga e'tibor qilasizlar mana. Tagliklari buni ezib tushmaydi. Juda ham zo'r. Juda ham neobычный holatda. Ranglari, mana bu kraskalariga e'tibor qilasizlar. 200 gradusda pishib chiqadigan kraska. Ranglari yashil, materiallari polniy mo'yshi. Gubkalari ham juda ham qalin gubkalardan qo'yilgan. Bunimiz shu paxta gulli fasonimiz. Oddiy shu birinchi qilib yurgan variantimizda mana buni kiyishtirganda hamda ustiga o'tirib qoladi. Mana buni ezib qo'yadi gubkasini. Bunimiz ham narxlari 185 ming so'mdan. Profillar sindirmasdan bukilgan. Mana bu neobычный rosa ham koja materiallari, ranglari nikel kraskada bo'lgan, nejavekaga o'xshab chiqadi. Taglari 100% beryuza faner, taxta faner. Xon taxtamiz 75 ga 1,5. Oyoqlari yig'ishtiriladi, chekkalariga frezalar surilgan. Narxlarni juda ham chiroyli qilib beramiz. Bularimiz gulli fason, avvalgi fasonlarimiz. Bemalol telefon qilsalang, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga hamma modellarimizdan bor. Ko'rsatamiz. Agar kelib ko'ramiz desalaring, zo'r bo'ladi. Tepasida ko'rsatamiz, hamma narsalarni sizlarga tushuntirib beramiz. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyin bizda YouTube kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bitta like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Rahmat.